Endi sizni obunachilaringizga bitta bonus qilib beramiz aka. 200 kvadratdan oshiq bo'lsa aka 5 kvadrat bonus qilib beramiz. 2025-yilda uyga 1 yilga garantiya beriladigan sifatli asfalt qilish necha pulga tushyapti do'stlar? Ushbu xonadonimizga ahamiyat bersalaring do'stlar, ya'ni общий, ya'ni 150 kvadrat, 180 kvadrat chiqar ekan. Ya'ni burchaklari bilan hisobga olganda. Eng qizig'i bu 1 yilga nimaga garantiya beriladi desalaring do'stlar, suv to'planmasligiga, undan tashqari do'stlar, ya'ni o't o'lmasligiga, ya'ni chiqmasligiga 100% gacha garantiya berishyapti akalarimiz. Hozir men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Undan oldin asfaltimizni shunday to'kib olsak, to'g'risi asfalt akalarimizga malades, vobshe og'ir ekan. To'g'risi qiynalib ketdi. Hozir akalarimiz o'zidan to'g'rilab oladi. Me'mor uzr aka. Xo'p, zasifkalarga ahamiyat bersalaring, birinchi bo'lib asfalt qildirishdan oldin bitta zasifikasiga baho berib qo'yasizlar. Mashinalari har 1 metrga 1-1,5 santimetrdan, ya'ni uklon qilishgan. Nimaga uklon qilishgan desalang do'stlar, ya'ni yomg'ir, qor yog'ganda suv to'planib, ya'ni asfaltingizga cho'lmay bo'lmasligi uchun har 1 metrga 1,5 santimetrdan uklon qilib berishgan bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotni Asrorbek do'stimizdan olsak, necha puldan, necha yilgacha garantiya berishadi, qanaqa summa bo'ladi, zasifkalar qanaqa bo'ladi, to'liq ma'lumotni Asrorbekdan olamiz. Asrorbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlar ishlar yaxshimi? Ya'ni biz hozir do'stlar Asrorbek Mix asfaltga yetib kelganmiz. Xo'p, Asrorbek, sizda boshqa asfaltchilardan ustun tomoningiz nimada? Aka, asfaltimizga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil og'zakimi yo dokumentalniy bo'ladi? Dokumentalniy bo'ladi. Pechatlarigacha qog'ozlarini o'zlariga beramiz. 1 yil ichida uqalansa, cho'ksa, yorilsa, hammasini servis tomonlama qilib beramiz. Necha tonna asfalt ketsa, o'zimiz tomonidan qaytadan chiroyli qilib bosib beriladi. Bosib beriladi. Hozir necha santimetr qalinlikda? Hozir betga 5-5,5 qolyapti. Katodan kelgan. 5,5 qolyapti. Agarda kelishilgan holatda yo'llar, xonadonlar, mahallalarga ham katta mashina kiradigan joy bo'lsa, unga qalinroq ham qilib bosib beryapmiz. Ya'ni bizda hozir trendga chiqib qoldi. Ya'ni mahalladagilar 2-3 kilometrga asfalt bosishyapti. Ularga katok polniy texnikalarni ichida chiqib beramiz. Bor. Hozirga qadar bir 30 tacha texnikamiz bor. Hammasi o'zimizda bemalol ishlatalamiz ularni. Ishlatalasizlar. Hali vaqtidan kechikmaydi bizda. Hammasi o'zimizda. Hozir mana katok deyishadi, boshqa narsa deyishadi. Ya'ni do'stlar, ahamiyat bersalaring, qo'lda qilinyapti. Asrorbek ko'pchilik qo'ldagini yomonlashadi. Ya'ni qo'lda qilingan narsa, ya'ni yorilib ketadi, uklon chiqmaydi deyishadi. Qanchalik shu gap rost? Hozir bu yerda birinchi 200 kilolik katok yurgizdik. Ya'ni vibrokatoyda bosib olganmiz. Unda hech qanaqa qimillab cho'kmaydi. Endi bunda ustki qavatini tekis holatga keltirib olamiz. Asosiy zasifka zo'r bo'lsa bo'ldi. Zasifka zo'r bo'lsa bo'ldi. Zasifkada mana video davomida ko'rsating, katogimiz o'zi, ya'ni preslaydigan. Preslaydi. 300 kilo, 250 kilo beradi. Bu tevaslik muhim emas. Tevasligiga tekis bo'lsa bo'ldi. Tekis bo'lsa bo'ldi. Bu og'iz tekizlagan xolos. Bu tekizlab beradi xolos. Adashmasam 80 kilomi shunaqaligi? 80 kilo, 100 kilo atrofida. 80 kilo, 100 kilo atrofida bo'ladi. Tekis qilib berishadi. Tekis qilib beradi. Mana burchaklariga ham ahamiyat bersalaring do'stlar. Chiroyli holatda urib, chiroyli qilib chiqishadi. Mana hozir tekizlab turing, endi boshlashadi. Hali tekizlamasdan oldin shunchalik tekis turibdi. Ya'ni burchaklarni bosib olgandan keyin tekis holatda qilib berishadi. Bitta uradigan apparatimiz bor, o'sha orqali tekis qilib beriladi. Tekis qilib beriladi. Endi bu yoqqa chiqadigan bo'lsak, do'stlar, ya'ni zasifkani mana ko'rishlaring mumkin. Ya'ni zasifkamiz mana shu yerdan o'tib olsak, xo'p, mana zasifkalarga, ya'ni qiyin ishlarga endi bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Haliganda chala ma'lumot berdi, ya'ni mana shu zasifka deyiladi. Birinchi asfaltning bildiradigan shu narsa. Garantiyani asosan shunga narsa beradi. Tagi chatag'i bo'lsa, ya'ni asfaltimiz o'yilib ketadi, xuddi shunaqa bo'ladi, cho'kib ketadi yoki boshqacha. Ba'zi bir xonadonlarda 1 hafta, 1,5 hafta ham cho'ktiryapmiz. 20 santimetr bo'lsa, suv quyib cho'ktiramiz. O'shani hisobiga tekis bo'lib cho'kib olgandan keyin ustidan mitib suv tashab, keyin asfalt bosib beramiz. Keyin asfalt bosib beriladi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Yana bitta asosiy narsa, misol uchun sizga uyingiz asfalt qildirishdan oldin bularga aloqaga chiqasiz, xonadoningiz rasmini tashlaysiz, borib ko'rishadi. Albatta, o'lchash boshqa narsalar bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Xonadoningizga qarab turib, zasifka xizmati mutlaqo bepul, faqatgina mahsulotni olib bersalar ham metr so'yiladi. Kelishilgan narxda, masalan, 10 ta quvvada ketadigan bo'lsa, uni kelishamiz. Bitta mashinagacha bepulga yay beriladi. Yay berilaveradi, xudo xolasa. Ba'zi joylarda ko'rdik, 10 ta 15 ta ham quvva kirib ketdi, unisini kelishilgan narxda o'sha bitta mashinaning nimasi qanaqa bo'lsa, o'shanga qarab turib kelishiladi. Lekin ba'zi bir xonadonlarda unisini ham kelishib, chiroyli qilib asfalt ichida ham bitkazib beryapti. Ya'ni kvadrat katta bo'lgan sari bunisini qilib beradi. O'zi asosan vaqt oladigan narsa zasifka bo'lsa kerak. bo'lyapti. Asfaltda mana hozir 150 kvadrat bo'lsa, mana shu yerga 10 minut, 15 minut. 10 minutda shuncha bo'ldi. Shuncha bo'ldi. Adashmasam 1 soatda ponni bitkizish ketadi. 1 soatda bitadi. Bir kunda bitta joy bityapti. Qalinligi 5
5-5,5. 5 yani bu bosilgandan keyin Bosilgandan keyin. Bosilgandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi. Endi mayinligi ham mayin. Ichida bunda sheben bo'lmaydi, faqat pisoyda o'zi bo'ladi. Saqishni ham ko'rasiz, bittada qo'lga yopishyapti mana. Kuydiryapti, issiq keladi. Bizda asfalt hech qachon sovib qolmaydi. Shuni hisobiga qolganlaridan ko'ra farqi bo'ladi asfaltda. Asfaltda farqi bo'ladi. Mana hozir aravamizda ham keldi. Akalarimiz so'kyapti. Mayinlikni ko'ryapsizlar. U sheben Aralashmaydi. Aralashmaydi. U nima? Mashina yo'llagan. Katta bo'ladi. U shebenni o'zida bo'ladi. Krupnishimiz katta yo'llarga tashlanadi. Katta yo'llarga. Ustidan usloy beriladi. Beriladi, xudo xolasa. Cho'tka holati bor. Hozir brigadada nechta odam bor? Hozir 5 ta 6 ta bor, 3 ta 4 ta brigadamiz bor. Bemalol istalgancha ob'yemni bosib beramiz. Berilaveradi. Misol uchun mana hozir ushbu xonadon ham adashmasam to'y chiqqa tayyorgarlik, adashmasam. To'y bo'ladi, ya'ni to'ylar uchun srochniy chaqirishadi. Ya'ni pajar rejimida bizda o'sha bag'i to'y sezon. To'yim bo'lyapti, tezroq qilib bering desa, iloji boricha tezroq qilib berasizlar. Albatta, bitta gruppamiz bor, xuddi shunaqa marosim yoki to'y bo'lishiga qarab turib, ertalab vizitga chaqirsa, o'sha 9 da boradigan gruppamiz ham bor. Ha, ertalabda hal qilib berishadi. Ertalabda hal qilamiz, lekin faqatgina o'sha hisobini olib, bir kun oldin yoki imkon boricha jetdaroq aytib qo'ysa, biz ham hisobimizni olib, kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Xuddi shunaqa. Hozir men ahamiyat berdim. Asrorbek ko'chaga chiqadigan bo'lsak, hozir batimiz qilib berishyapti. Mana zaspikalar cho'tka holatda 1 soatda qilib ketishadi. 1 yilgacha aytganimizdek garantiya berishadi. Mana eng asosiysi ko'chaga. Bularda ham ko'chasi mana asfalt bo'lmagan ekan. Ahamiyat bersangiz, o'ydim chuqur. O'ydim chuqur bo'ladi. Buni endi tagiga zaspika qilish qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Zaspika qilish qiyin bo'ladi. Bunda qanaqadir texnikalar olib kelib tekizlab ko'chaladi. Masalan, o'ydim chuqur ko'chalar. Bizda grader bo'ladi. Oldin bitta grader solib tayin silib tekizlab olamiz. Undan keyin shag'al yoyamiz. Bu yerni tekizlab olamizda, undan keyin 1-2 hafta cho'kadi. O'shandan keyin ish boshlanadi. Ish boshlanadi. Ya'ni mana shu o'ydim chuqurlarini bizda grader orqali tekiz qilib olinadi. Tekiz qilib olinadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Ya'ni lapan bo'lib ketgan, kirib chiqib, ya'ni bizda qadir-budur deyshadi. Shunaqa narsalar bo'lib ketgan bo'ladi. Hozir necha tonna asfalt ketyapti? 180 kvadrat. Salkam 18 tonna atrofida. 18 tonna, 1 tonna qancha kvadrat ketadi asfalt? 10-11 kvadrat xonadonga bo'lsa, katta kichik joyga qarab, qalin yupqasiga qarab turib 10-11 kvadrat, bo'lmasa o'zi ko'chalarga bo'lsa 8 kvadrat, shunaqa bosish kerak. Ko'chaga kamroq ketadi. Ko'chaga kamroq ketadi, sababi qalinroq bo'ladi, mashina yurishini hisobiga. Mashina yurishini hisobiga. Xo'p, endi Asrorbek qarang. Ko'chaga qiladigan bo'lsa, tonnaga hisoblanadi. Tonnaga hisoblanadi. Xo'p, tonnasi necha puldan necha pulgacha? Xo'p, 650 mingdan 780 minggacha bosib berdik. 650 mingdan 780 minggacha. 780 mingda Nanay, Namangan atroflariga bosdik. Nanayga ham bosib berdik. Nanayga alohida xizmat qo'shilib qoldi, sababi uzoqligi to'g'risi ancha uzoq bo'ldi bizga. Lekin uni ham kelishilgan narxda, anaqa oshiqcha qilmasdan chiroyli qilib bitkizib berdik. Chiroyli qilib bitkizib berdilar. Xonadon egalari xursand bo'ldi. O'sha yerda qilinayotgan asfaltdan ko'ra arzon qilib berdik. Sababi eng arzon sifatli asfalt o'zimizda bo'lyapti. Demak, narx arzon, sifat yuqori. Ha, zavoddan birinchi qo'l chiqadi asfalt. Qat'iy bo'lsa, o'sha o'zlaringni zavodlaring bor, o'sha yerdan olib ketasiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni Andijonga borsangiz, Andijonda asfaltdan olmaysizlar, ya'ni o'zimiz Farg'onadan olib borasizlar. Olib boradilar, shuni hisobiga, ya'ni birozgina kutish bo'ladi. Biz o'zimiz ham hozir mana soat 5:30 bo'lyapti, 3:30 da kelganmiz, ya'ni o'sha asfaltni kelishini kutdik, zaspika xizmatlarini bir yo'li pishib puxta qilib, ya'ni bularda vaqt va sifat qadrlab, vaqtdan yutishsa ham, ya'ni sifatli qilib qilaylik deb turib, shuni hisobiga. Xuddi shunaqa. Vaqtdan yutishsa ham, ya'ni sifatlarni yaxshi qilib qo'yib berishadi. Xo'p, xonadonlarga bo'lsa qanaqa bo'ladi? Xonadonlarga aka 60 mingdan kvadrati. 78 minggacha bosyapmiz. Endi bu joyni ko'rib turib ustidagi o'r qilinyapti. Ustidagi o'r. Hozir telefon qilib akalarimiz so'rashyapti, narx bilgani, lekin unda aniq narx bilinmaydi. Ya'ni borib zaspikasi qancha ketishi, o'lchab, aniq kvadratdan chiqarib turib, o'sha yerda dogovorda hisoblab beramiz. O'sha yerda dogovorni. Biz o'zimizda ofisda kompyuterlarimiz mavjud. Shuni kompyuterga solganimizda aniq ma'lumotni chiqarib beradi. Aniq ma'lumotni chiqarib beradi. Biz aksiyali bo'lgani uchun hamma yo'lda tekis qilib beramiz biz. Tekis qilib beriladi. Endi mana vodiy ichi shunaqa. Vodiydan tashqari qanaqa bo'ladi? Vodiydan tashqari kelishilganiga qarab turib, Qashqadaryo, Surxondaryo, Voha, Toshkent hammasiga ham qilib beraveramiz. Kelishilgan narxda. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Albatta, sababi u yerlarda filiallarimiz bor. Mix asfaltsa, o'sha Qashqadaryoda ham bilishadi. Ishchilarimiz ishlashyapti. Xuddi shu o'zimizning nomerlarga telefon qilsa, bog'lab beramiz, ular bilan ishlashaveradi. Ishlashaveradi. Sababi o'zimiz vodiydan chiqolmayotganligimiz sababi u yoqqa ham odam qo'yganmiz.
bemalol Sizlar bilan bir ishlash xil bo'yicha. xizmat qilib berishadi. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham texnikalarimiz bor. bo'ldi. Pastda ukalarning nomerlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Menimcha hamma yo'lda aytdi. Xuddi shunaqa aka. Endi sizni obunachilaringizga bitta bonus qilib beramiz aka. 200 kvadratdan oshiq bo'lsa aka 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Zo'r gap. 200 kvadratdan oshiq bo'lsa, sog' bo'linglar. 5 ta odamga bonus. Salomat bo'linglar. Bo'ldi.